Varikoz yomonlashtiradigan yozdagi 5 ta xatolik. Varikoz o'z-o'zidan yomonlashib boradi deb o'ylasangiz, yo'q, ko'pincha bunga o'zimiz sababchimiz. Mana deyarli hamma qiladigan 5 ta xatolik. Birinchisi yozda suvni kam ichish. Bu qon tomirlarini ichida qonni quyuqlashishiga olib keladi va keyinchalik qon tomirlariga tushadigan bosim kuchayib ketadi. Ikkinchi xatolik ko'p tikka turib qolish yoki bir joyda ko'p o'tirish. Bu qonni harakat tezligini kamaytirib, qonni dimlanishiga olib keladi. Bu bo'lsa varikozni kuchaytiradi. Uchinchi xato yozda faol toblanish, zagar olish. Shundoq ham yozda tomirlar kengayadi. Ortiqcha quyosh nuri bo'lsa, tomirlarning yana ham kengayib ketishiga sababchi bo'ladi. To'rtinchisi simptomlarni e'tiborsiz qoldirish. Oyoqlarda ishish, og'riqlar paydo bo'lishi bu norma emas. Va 5-xatolik, yoz kirib keldi, ko'pchiligimiz qimmat-qimmat dachalarni yechishga, o'sha yerda borib dam olishga harakat qilamiz va shu dachalarda banya yoki saunalarga kiramiz. O'zi shundoq ham issiq, shundoq ham quyosh nuri ko'p. Bu holatlarda boyga aytgan narsam qon tomiri yana ham kengayib ketib, varikozni rivojlanishiga va hattoki tromboz bo'lishiga ham olib kelishi mumkin. Agar o'zingizda kamida 2 ta punktni tanigan bo'lsangiz, bu o'ylab ko'rish uchun sabab va sizga flebologga murojaat qilish kerak bo'lgan payt yetib keldi. Agar sizda oyoqlaringizda bo'rtib chiqib turgan vena qon tomirlari, to'rsimon, yulduzchasimon venachalar bo'lsa, oyoqlarda shish, og'riqlar bo'lsa, kechqurun tomir tortishlari holatlari bo'lsa, menga direktga yozing yoki pastda yozilgan nomerga qo'ng'iroq qiling.